12 ta ilovada integratsiya qilingan. Turli xil Zumrad ilovasi bo'ladimi, Mayus Telekom ilovasi bo'ladimi, yoki bo'lmasa Milliy banki Milliy degan ilovasi bor. Alif misol uchun ilovasi. Shu ilovalarning ichida hammasida investitsiya degan bo'limga kiriladigan bo'lsa, jet servis ochiladi. Biz bu orqali o'sha customer acquisition cost kamaytirishga harakat qilganmiz va shu ilovalarni ulardan 100 minglab, millionlab foydalanuvchilari bor. O'shalarga investitsiya qilish imkoniyatini ochib berganmiz. Buni yana bir yaxshi taraflaridan biri o'sha ilovalarni foydalanuvchilari уже misol uchun raqamlashgan, raqamli ko'nikmalari bor, raqamli texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalari bor va moliyaviy savodxonlik bo'yicha ko'nikmalar bor. Ilovasi bor, demak ichida karta ulagan, qanaqadir moliyaviy xizmatlarni olib turibdi va shuning uchun ular bilan ishlash bizga oson.